Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun 22-fevral. Jalaquduq tog' bozoriga chiqqanmiz. Bugun induk, tovuq, xo'roz, quyonlarni ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa zotli aka bu quyonlar? Narxi qanaqa? Qancha bermayapsiz? Dedinglar, ha? Qancha berishdi aka? 160 berdik. Xo'p. Hozir kelar aka. Hormay aka, salom. Quyonlar narxi qanaqa aka? Bular narxi 100 ming ekan. Ama babichka zotli shekilli bunaqa. Velika. Flandr zotli quyonlar chiqdi bozorga. 400 ming kam bor deyapti ekan. O'tayla katta ekan. Erkak. Aka bo'l. Aka panda zotligimiz qancha? 150 ming beraverasiz. Aka pastayanizda quyonlar bo'ladimi? Telefon nomeringizni aytasiz aka? 93 060 12 40 aka. Pastayanni zotli quyonlar bor ekan akamiz. Buni narxi qanaqa? Bu 180 kami bor ekan. Kaliforniya quyonlari chiqdi. Satishgan, to'g'ri. Qancha bermayapsiz aka? Ya, 80dan so'rab bermadim yoki. 80dan bermadingiz aka. Pastayanni bo'ladimi aka sizda? Pastayanni bo'ladi. Xudo xolasa Nomeringizni aytasiz aka, telefon qilishadi. 94lik 94lik 299 299 44 44 74. 74. Xo'p aka. Otabiyaga. Xo'p bo'ladi. Quyonlar qanaqa zotli ekan aka? Zotlari qanaqa ekan aka buni? Ashaka. Qanchadan bermayapsiz? Narxi qanaqa? 100 dan. 100 dan kami bormi? Yo'q, 100 dan kami bor ekan. Pastayanni bo'lamizmi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, xo'p. Sotaring. Mana oldida. Ketvardingmi? To'tiqushlarga To'tiqushlar kattalar bor ekan. Aka, qanchadan mana ularning narxi? Mallarimiz 400 ming kami bor, kelishtirib beramiz. 400 kami bor. Sotilish 400 ming. Ha, bo'lish 400 ming. Hafsala qilingan ekan. Hafsalaga uyda budjetga qilingan, uyga qo'yib qo'ygan xizmatlarga. Ha. Manalar 200 ming. Ha. Kamini qilib berasiz aka, telefon qilishsa. Nomeringizni aytavering aka. 40lik. Nomeringiz 33lik. 33lik 170 170 0866. 1866 bo'ldi aka. 130 mingdan. Jo'ja o'rasizlar. Aka, rozi bo'ling, ha? Aka barakasini bersin, ko'payib ketsin. Xo'rozi qancha aka buni? Bu 250 ming. Bu 200 ming. Kami borda to'g'rimi aka? Dur. Sizdan